Nimaga menlarchilik qilyapsiz aka? O'zining bor. Nimaga aytgansiz qul deb? Qul. Qayerda qul? Qul. O'zbek qulmi? Конечно, bor. Korxona rahbari o'zbeklarni qul deb atadi. Samarqand shahridagi gilam yuvish korxonasi rahbari o'zbeklarni qul deya haqoratladi. Menga shunday isbotlab bersangiz bo'ladi Mana aka. misol o'zbeklar. Podsho degan bor. Vazirlar bor. Qolganlarni qul. Bir minut. O'zbeklar qayerda qullik qilgan aka? Vatanida. Va o'zini vatanida nimaga menlarchilik qilyapsiz aka? O'zining bor. Nimaga aytgansiz qul deb? Qul. Qayerda qul? Qul. O'zbek qulmi? Конечно, bor. Asrlar bo'yi o'zbek nima uchun shunaqa bo'lgan? Yo, men tushunmadim aka, qayerda qullik qilgan? U vatanida. Vatanida ishlash qullikmi? Vatanida mana misol sen ishlayapsan, nihoya pul olmayapsan. Aka, na ye bor. Hozir biza pul. Hozir ham pul. Ushbu videoni ko'rib, to'g'risi juda ham jahlim chiqdi. Nega deysizmi? Chunki bu odam o'ta millatchiligini shunday so'zlarni ma'nosidan bilish mumkin. Lekin Samarqand shahrida, umuman O'rta Osiyoda o'zbeklar va tojiklar har doim yonma-yon yashab kelishgan. O'zim ham Samarqand davlat universiteti huquqshunoslik fakultetini tugatganligim sababli kursdoshlarim orasida, do'stlarim orasida tojik millatiga mansub insonlar juda ham ko'p. Shunday ekan, men nima demoqchiman? Shundoq ham bugungi kunda insonlar o'rtasidagi millatchilik, insonlar o'rtasidagi bir-biriga sabr, toqatsizlikni oqibatida davlatlar o'rtasida, millatlar o'rtasida kelishmovchiliklar hech kimga foyda bermagan. Undan tashqari Samarqand shahrida yashovchi, o'zini tojik deb ko'rsatuvchi yoki tojik tilida so'zlashuvchi fuqarolarning juda ham ko'pchiligining pasportida o'zbek deb yozib qo'yilgan. Shunday ekan, o'zi bir vatanda, bir shaharda yashab turib, bir-biriga nisbatan toqatsizlik, bir-biriga nisbatan sabrsizlik ko'rsatishga nima hojat? Va bunday insonlarga nisbatan, ya'ni millatchilik kayfiyatidagi, buzg'unchilik kayfiyatidagi insonlarga nisbatan qat'iy chora ko'rilishi kerak. Shu jumladan ushbu akamizda ham harakatlarida Jinoyat kodeksi 156-moddasi 2-qismi, ya'ni millatchilikni targ'ib qiluvchi harakatlar mavjud deb hisoblayman va bu odam ushbu moddaning sanksiyasi doirasida 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish javobgarligiga tortilishi mumkin. Shunday ekan, nafaqat o'zbeklar orasida, nafaqat tojiklar orasida millatchilikni targ'ib qiladigan har qanday O'zbekiston Respublikasidagi insonga nisbatan qat'iy chora ko'rilishi kerak.